5 xonaga 4 sotiga 5 xona 4 ta sanuzeli bilan. Bitta oshxona, katta ayvoni ham bor ekan. Narxi 38 ming. Atrofda gaz bor, endi ulab olasizlar, olib kelib. Suv svet bor. Uyimizni ko'ryapsizlar, xudo xolasa pishig'ishda aralashtirib, xomqish qilib, xullas aralashtirib qo'yilgan uy. Uyda mana ayvonni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. 38 mingga teng bo'lib 4 sotik yaxshi joy Marg'ilonda turibmiz. Eslangda bo'lsa, 10 yo'lini buzganda 4 sotikdan qilib mana shu tomondan bergan. Anvar qassobda oxirida fren bor. Frendan o'tganingizda yana necha bir 300-400 metr o'tganingizda o'ng qo'lda mahallaning ichida. Pastki raqamlar barakaga. Kirishimizga bitta mehmonxona bor bu yerda mana. Bu uylarimizni ponni, polpatalo, eshik romi Yevro remont qolgan. Ko'tarib tomini yopib qo'yganlar. Betonni ham balandligini yaxshi qo'yilgan ekan. Manimcha podushka ham qilganlar buni tagiga. Chunki bez podushka qilib bo'lmaydi. Balandligi ham ancha baland qilgan ekanlar. Ancha ko'taraverasiz uyni. 3 ta zinali qilib, chiroyli qilib planirovka qilsangiz bo'ladi. Bu tomoni огород. Mol qo'y boqadiganlarga sharoit bor. Burchada общий sanuzel, keyin har bitta uyning ichiga xullas aytyaptilar, 4 ta sanuzel qilganman dedilar. Telefon qilaverasizlar bemalol, baraka qilib yuboramiz. 38 ming kami bor, nomer qoldiryapmiz. Mana shunaqa Marg'ilonda Anvar qassobda oxiridan so'ragan, mabodo tanish bilishlar bo'lsa jo'natib qo'ysalar, podpiska, layk esdan chiqmasin. Chunki sababi ertaga ishimiz yurishiga sizlarni hissalaring qo'shilib qoladi. Mana bu tomonimiz mana. Bu tomonimiz ham uy. Bu tomonda bitta oila, bu tomonda bitta oila, ikkita oila 4 sotikda yashasa bo'ladi. Sizlarga barakaga 38 kami bor.